Assalomu alaykum. Irfon TV oilasida yangi yo'nalish. Irfon TV faoliyati davomida biz bir narsani aniq his qildik. Yoshlar uchun ilmiy ma'rifiy kontentga ehtiyoj katta, ammo bu ehtiyojni to'g'ri yo'naltira oladigan kontentlar juda ham kam. Shu sababli Irfon TV doirasida yangi loyiha ishga tushirildi. Irfon Plus. Irfon Plus Irfon TVdan mazmun jihatdan uzilmagan, ammo auditoriya va uslub jihatdan farqli yo'nalish bo'ladi. U asosan yoshlarga qaratilgan ilmiy ma'rifiy mavzularni zamonaviy, tushunarli va hayotga yaqin shaklda yoritishga mo'ljallangandir. Bu loyiha orqali yoshlar tafakkuriga mos savollar ko'tariladi. Murakkab tushunchalar sodda tilda izohlanadi. Fikrlash, o'rganish va izlanishga undovchi kontent taqdim etiladi. Irfon Plus YouTube va Telegram platformalarida alohida kanal sifatida faoliyatini boshladi. Irfon TV esa o'z yo'nalishida davom etadi. Agar siz yoshlar orasida ma'rifatli muhit kengayishini istasangiz va bu tashabbusni qo'llab-quvvatlashni muhim deb bilsangiz, Irfon Plus kanaliga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Bu Irfon TV uchun ham, yoshlar uchun ham yangi bosqich. Irfon Plus yoshlar uchun ma'rifat chirog'i.